Mana do'stlar, xudo xolasa eng yetakchi lisi shoptonlarimizdan biri donatdan keyin pishadigan aka. Shoptoli qalay? Dahshat. Videoga hosilga baho berasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana Hosildorchilikka ham gap yo'q. kalibrlari ham mana bu yana ikkita terima bo'ldi. Hosildorchilikka Ko'paytirish kerak. O'zbekistonda mana shunaqa bog'lar ko'paytirish kerak. Bu shoptoli mana Toshkent bozorida 70 ming so'm, 80 ming so'm sotilyapti. Bu Dubayga eksport qilishdi. Mana shu bog'dan. O'zbekistonda yangi tashkil bo'layotgan intensiv bog'larda mana Luzello degan sorti Angelisi eng yetakchi. Yana ham bunga kechiktirilgan preparat sachgan ekan. O'zi agronom aytayapti, bu kechikib ketdi deyapti. Bu 10 kun, 15 kun oldin tugash kerak edi aslida bog'da. Hosilni ko'rib turibsizlar, 15 oylik bo'lgan daraxtlarda mana har bittasida kamida 15 kilo bormi? Ha, bor. Bor-da, 15 kilo terilgan ular. Video ham zo'r, mana qora qizil. To'xtani ochib Yolishi ham kam. 4 litrli, 5 litrli usulda tayyorlangan bog'lar. O'zbekiston mana shunaqa bog'lar ko'paytirish kerak, rivojlantirish kerak. Xudo xolasa quvvali ko'chatchilar mana shu narsalarni ko'paytirib yetishtiramiz. Ishonchli 100% garantiyasi bilan sotamiz xalqqa, chiqaramiz. Bog'larni ko'paytiramiz O'zbekistonda do'stlar. Sog' bo'ling.